Shu Abduqodir qancha oladi oyiga? Bir oyda bitta uchastkani pulini ishlar ekan. Bobur jigar yaxshimisan? To'y boshlab qo'ydim. Xudo xolasa uylanyapman. Jigar o'zim olib borib bermoqchi edim. Taklifnomani vaqt bo'lmadi-da, o'shanga telegramdan tashab qo'ydim. Addushi kutaman, qara lekin kelmasang. Qara. Shahriyor jo'ra, tabriklayman. To'ylarim boray bo'lsin. Ming bor uzr jo'ra, men to'yingga bora olmas ekanman, o'sha kuni ishlarim bor ekan. Lekin to'yonlarni telegramdan men ham tashab qo'ydim. Kamko'slarga ishlatarsan. Такой ответ, такой привет, да? Esmeralda. Bobur jigar, o'g'ilchalik bo'ldim. Jigar tabriklasang bo'ladi. Shungani 5 to'y qilyotgandik. Vaqtim bo'lmadi taklifnoma olib borishga. O'shanga telegramdan tashab yubordim. Addushi kutaman, qara bu safar kel. Voy Shahri jo'ra, tabriklayman, umri bilan bergan bo'lsin. Ming bor uzr jo'ra, 5 to'yingga bora olmas ekanman, lekin men ham hadyani telegramdan senga jo'natib yuboryapman. Lalaku takliflardan jo'natdim jo'ra. Bolang taklik borligini ham sezmaydi, allergiya chaqirmaydi, namlikni ushab qoladi. Zo'ridan jo'natdim jo'ra. Yaxshi kunlarda kiysin. Posto no TikTok, quer ficar famosa, quer ganhar ibope, quer ficar. Qorin och. Magazinda hamma narsa bor, lekin pul yo'q. Bodringizdan. Tuz yo'q bunga. Kechirasiz aka, tashqarida turgan bemi siznikimi? Ha, meniki. Shunday olib turing, chiqib ketay aka. Aka, shuni narsalarni olaman. Pulni BMWdan olib kelib beraman, maylimi? Bemalol aka. Akam 4 ta chempion sandwich upakovka qilib bering. Xo'p bo'ladi aka. Oilaviy imza deb bu zo'rda. Yaxshi ketyaptimi bundan? Da. Kechirasiz aka, Mercedes GLS 350 BMW 8 sot sizdan emasmi? Ruxsatgami? 40 sotga overolis. Bo'ldi, olaman. Akam, shu narsalarni olib chiqaman-da, mashinadan pulni olib kelib bersam bo'ladimi? Bekorlarni 5 tasini aytsin. Turi qo'l ikkalangim chiqib ket. Aptingni qara. Fan. Voy! Bo'lmish! Беспрошатно! Qanday jinsiz Mercedes Benz X6 qanaqa mashina? Sen to'poymisan? Ya ben turishimga Mercedes kim ishonadi? Orzu qilishga. Orzularing bisyor. Orzularing bisyor. Mana shu katta market Sergelida eski Fayz mebelni o'rnida ochildi mana. Bugun ochilish marosimi. Mana Fayz Super Optim degan do'kon. Kelaverasizlar. Yo'q narsani o'zi yo'q. Bu do'konning asoschilari begonlar emas, Hikmat aka, o'zimiz Hikmat aka. Assalomu alaykum. Aka, tabriklaymiz. Haligi Pionirskidagi Optim marketdan bu necha barobar katta? 5 barobar katta. 5 barobar katta. Pionirskidagi Optim marketni bilardinglar, o'sha marketdan 5 barobar katta ekan. Aka, narxlar qanday bo'ladi endi? Firma narxida, hamma. Firma narxida. Hamma narx. Bitta narsani aytib ketaman. 50 mingdan oshiq kelganga savdoga 50 milliongacha alohida 10 ming so'm daplatasi bor obслуживание uchun. Zo'r tomonni aytaymi? Siz mahsulotlarni mana qarayapsizlar, ko'ryapsizlar. Firma narxida, Optim narxida olsanglar bo'ladi. Donaga ham, Optimga ham bir xil narxda berishadi. Qara, Ibrat, kassani qara. Bitta kassa, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Yex, kassani oxiri ko'rinmayapti. Market qara. Bittaligini qaranglar. Xullas bu marketda yo'q narsani o'zi yo'q. Blogerlar ham bor sotuvda. Firma narxida. Foyda qilmas ekan umuman. Shunga qo'limdan keldi. Liboy narsasini solishtirib beradi, to'g'rimi? narxni arzonligini ko'rib Sergelidan o'yog'im kelib qoldi. Blogerlar ichida eng ko'p yeydigan odam ko'rsataymi? Nima ishtahasi yo'q. Ishtaha yo'qdir nima akada. O'zi tinmadi. Lekin mazali ekanda. Zo'rmikan? Yoqilishdan. Adresini ham zo'r yer ekan. Ye, mana odam bizga voucher beryapti, tarqatyapti. Hisobdan beraman lekin. O'zini hisobidan. Optim marketdan o'ylamay. Yo'q. Men o'z hisobimdan. Qaranglar. Fayz Super Optim marketdan
Mana shunaqa 1 million so'mlik voucher bizga berishdi. Bozorlikka ketsak bo'ladi. Oh, o'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota. Bu kim mazgayor? Nachaliging ham keldimi? O'g'lim dada. O'g'lim? Ismi Vlad. Voy Vlad. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Ama onasini yemsen bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi dada. O'yin yosh kattami sanda o'g'ling? Mana majbur bo'ldim-da dada, nima qilay? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni yura Maksim Gorkiy-ku. Что говорит он? So'kin men rus. Ya chera, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad. Ovqat kattalar boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vlad otasida o'yin yosh katta. Spasibo, sinok. Молодцы. Vlad, nima o'ylayapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vlad rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Paparon. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Voy, Vlad. Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi brend bozorga olib keldim. Mana sklat. Nima edi ismi? Vlad. Vladni o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgani olib keldim. Brend bozorda Ava, Damat, Polo, Derimot mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panela. Dada deyapti qara. Damat kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yerda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dadasini bolasi. Dada. Derimot bilan Graderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yerda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat brend bozorda ko'rasan. Bor yo'qol kiyinib chiq. Иди сюда. Иди сюда, deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Xotining keldi. Vlad o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. Tur yo'qol ko'zingga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Yo, uni Dochinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mendan katta qizing. Как сама? Хорошо? Да, все нормально. Проходи. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Men diler edim. Yangi suv ishlab chiqarayotgandik. Shu suvimizni olib do'koningizga sotib bera olmaysizmi? Nomini nima so'ysiz? Jalb. Jalb? O'ziga jalb qiladi. Bilasizmi, shunaqa suvingizni olgim kelyapti. Lekin sklatimiz to'la suvda, singlim, to'g'ri tushuning. Mayli, atak chiroyli bola ekansiz siz. To'xtang. Ana jalbingiz o'ziga yomon jalb qilyapti-da. 20 blok bering, shundan mayli olib qolaman. Xo'p bo'ladi. Lekin har kuni olib kelasiz. Mayli, siz uchun har kuni olib kelamiz. O'lsan, sharob ichib o'l. Kechirasiz. Limonad ishlab chiqarayotgandik. Do'konlaringizga olmaysizlarmi? Qanaqa mana? Nomi Oq. Voy, nomi zo'r ekan, singlim, ming bor uzr. Sklatimiz to'la suvda. Sochlaringiz jingalak ekanmi? Chiroyli ekan. Yoqdimi? 30 blok bering, olaman. Siraz naqd sanayman. Ro'xotik. Lan bexo'ja. Nima qilyapsan sen, ha? Jalb bilan oqoq degan suv olgansan. Itam olmayapti, ketmayapti buning. Undan ko'ra Abidadan chaqirgan dillarlarini. Hamma so'rab yotibdi Abidadan suvlarini. Mana bitta ichib ko'r mana Abidadan bitta ichib ko'r. Endi jalbingdan ich. Qaysi biri zo'r ekan? Abida zo'r. Abida zo'rmi? Hamma odamlar hozir Abidadan so'rayapti. Do'konda bitta ham qolmagan. Bor chaqir Abidaning dillarlarini. Sen o'zingni qizlarni oldida tutgan uka. Kechirasiz. Jalb suvlarimizdan olib qolmaysizmi? Yo'q, ketmayapti. Atak siz bu boladan ham chiroyli ekansiz. O'ylang. 10 blok bering mayli. 10 blok sizniki kelishgan yigitga kam emasmi? 60 blok bering. Xo'jayin, sen o'zi tut. Sotamiz, bilamanlar sotamiz. Jalba. Yo'q, jildi. İçemem, bugun sevgiden
Oshim bilan chaqirdi, uramiz. Nimaga o'xshatyapsizlar buni? Bizga Dima Bilan kelgan bugun Moskvadan shaxsan o'z bilan tashrif buyurdi. Va hurmatli podpischiklar, o'tgan safar to'g'ri aytuvdim. O faqat o'tan rolni bermasin, dedim. Yozinglar Boburga dedim. Ja bunaqa yozib tashlaylar demovdim lekin. Syomka dedi. Kelasi. O'zim o'lay shahlo ko'zlari ya o'lay bilari. Jini bashara temadan video qo'ydi lekin. Sizlarga yoqadi degan umidamiz, chunki boshqacha ideya. Hech kim kutilmagan ideya bu. Bugun ko'ringlar, aktiv bo'linglar. Sizlar aktiv bo'lsanglar, biz shunaqa jini bashara ideyalar o'ylayveramiz. Kimni olib kelding, jiyan? Xavotirmang, tog'a bilan davr kelgansiz. Bittada sotib beradi. Aktrisa bu. Chiroy bordir menda, Nexiya baribir legenda. Sotolmaydi buning. Bu o'zini o'zi reklama qilib yotibdi. Buncha sabrsiz, hozir bittada sotadi, tog'a. Sotishing kerak, pul kerak menga. Nexiyadan oling, yana boshqa. Nexiya emas, Nexia. Ha, Nexia. 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 Qo'ylarga kerak qo'tan, Nexiyada bor mitan. Qo'tan deydimi bu? Qo'tanga nima bor? Ha. Menga konkret ma'lumotlar soat pul kerak-da. Nomer qo'y, telefon qilsang bo'ldi menga. Nega qo'tan deydi? Qisqa raqamlarga ma'lumot qilib ayting, telefon qiling. Bir sutga o'tdi. Itam telefon qilgani yo'q mashina so'rab. Aktrisa deysan? To'g'ri sotilmaydi bu mashina. Nima sotilmaydi? Undan ko'ra Abozor sotganingizda davno sotilardi. Men sroch sotishim kerak deyapman. Ha, Abozor ilovasida tez sotish bo'limi bor. Mashinani shunday joylashtirasiz, o'zlari ko'rib chiqadi-da, 1000 dan ortiq diler sizga narx taklif qiladi. O'ziga yoqqan narxda beraverasiz, naqd pulingizni beradi. Xohlasangiz mashinani sotgandan keyin o'zlarida yangi mashina olsangiz ham bo'ladi. Zo'rku, shuni qilsa bo'ladimi? Ey bola, kechagi videoni o'chirib qo'ydi. Kim edi endi bu? Kimsan sen? Uni sevgilisi bilaman. Seni deb sevgiling buzilib ketyapti, tushundingmi? Sevmay o'lsanlar, pisnoqchalar. Shular ham sevishayaptim, bu yoqqa. Sevgi nima? Sevgi nima? Sevgi armonmi? Ya bariqal armonmish. Ey, va nihoyat erga tegdim mana. Yashay. Yura. To'yinga to'yona. Baxtli bo'l. Ko'rdingizmi? Men kelin baraka keldi-da. To'g'ri. Shunaqa ekanda. Onasi qara. Ko'z temasi 3 kundan beri go'shiga yotibmiz. Qarang-a. To'g'ri. Ayni biz keldik, orqamizdan baraka kirib keldi-da. To. Bo'lishi mumkin. Dada, yomg'ir yog'yapti. Barakani sezyapsizmi, his qilyapsizmi?
Zo'r ekansan, zo'r. Dadjon, oyijon, men ketdim onamnikiga. Bo'pti, onangga salom ayt. Ayshvarya, qarang o'ynagan. Yep, qadariga chalpak svet o'chdi. Nima puli tugadimi svetni? Nima o'chadi? Nima o'chirishdi? Ye, ana svet keldi, ye. Ko'rdingizlarmi? Men gapirishim shart emas. O'zlaringiz uchun bilolinglar bo'ldi. Aka texnika olmoqchi edik, yosh oilaydik. Ko'rdingiz? Men kelgandan keyin baraka yog'ilib keldi. Texnikalar olyapsiz. Nima vazina? Men tug'ilganimdan Lareto texnikalarini olaman degan niyatim bor edi. Laretto'ning kir mashinasini bilasanmi? Parnoy sistemada ishlaydi. Kiyimlardagi viruslarni o'ldirib, allergiya chaqirtirmaydi. Wi-Fi bilan ishlaydi. Telefoning bilan boshqarib o'tirsang bo'ladi. Xolodilnikning qara kattaligini bu no frost tizimida ishlaydi. Hamma joyini bir xil muzlatadi. Svet o'tsa ham 12 soat ichidagi narsani muzlatib turadi. Gazlarini qara, baquvvatgina zo'r ishlaydi. Mana bu vitishkasi borki, vang qilib asabingga tegmaydi. Inverter motori tokni kam yeydi. Laretto texnikalari Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Servis xizmat ko'rsatishiga 3 yil beradi. Butun respublika bo'ylab. Motorlariga 10 yil garantiya beryapti. Barakasini bersin menga u ish qilib. Shaqqa ham qo'yshding-a barakani, ha? Shaqqa ham qo'yshding-a? Barakanlikmi? Ayting. Yo'q. Ayting. Ha, bak shunaqasi. Tinchlikmi dadajon, nima bo'ldi? Ukangni sudidan kelyapman. 3 yil beradimi deb umid qilib o'tiruvdim. 10 yil berib yubordi. Ko'zmi dadajon barakani? Men kelgandan keyin 10 yil berib-da. Sen jinnimi? Sen jinnimi? Barakami? Sen jinnimi? Bu baraka emas, palakat-ku. Yo'q. Qayerga? Onangiz. Yomg'ir yog'di, chak, tayyor bo'lding kelinchak. Ay jana, nima hunaringiz bor yana? O koroleva udama, janna janna, janna janna, o ismlar yamaychana, jinni qildi bu janna janna. Chotki, maladis. Yana bitta qo'shiq trend qilish kerak, bolalar. O artistlaringga ayt, faqat bizga ishonib qo'shiq chiqarmasin, duo ham olib tursin. Men bu sifat yangi chiqqan shirinliklar. Mana shuni ham reklama qilib berlaring o'sha. O bu o'zbeklar, shaqqa ham reklama tiqdinglar, ha? Asfalt o'zi trendda-ku, давай o'ynaveramiz. Assalomu alaykum. Nazmish Mo'mondan Ashdo'stonmi? Biz Tojikistonga kelganmiz. Tojikistonda Xo'janddamiz. Desak ishonasizlarmi? Haqiqatda atmosferani ko'rib ishonishingiz mumkin. Lekin biz Toshkentdagi Chakan restoranidamiz. Haqiqatda atmosferani zo'r qilib qo'yishibdi. Hozir ovqatlarni bir yeb ko'ramiz. Ovqatlar ham shu tojikcha ovqatlar ekan. Anchadan beri tojikcha ovqat yemagan. Anchadan beri. Men birinchi marta kirishim. Birinchi marta tojikcha ovqat yeydim men. Tojiki milonatmi? Tojiki medonedmi? Bu yer Chakan House bor. U yoqni bitta ko'rsataverasiz. Ha, kenarani atmosferasini ko'rasiz. Bu yoqdan ham zo'r ekan. Yo'q. Mana bu zalda qaranglar, qanaqa chiroyli qilib qo'yibdi. Haqiqatda atmosferani yorib qo'yishibdi. Yana jonli qo'shiqlar bo'ladi. Balkon ham bor tepada. Bu yerda ham stol-stullar bor. Bu bar. Qolmanglar. Nazmi, ko'ro Nazmi aka. Ana shuni olib kelingda aka, nima ekan bu? Mana shuni olib keling. Bu Tojikistonda ayroni ekan, qaranglar, ayronchani. Wow. Ayronmi bu? Ochaylik, bitta ichaylik chiqani. Bir gap bo'lar, mayli. Ne, og'zingda bo'lib ketadi. Nima keldi? Avtorskiy Tojikistonda choylardan. Chay Chakan и Xujanskiy sal. Shumi akjo? Axujan? Axujanmi? Menda bor. Tojikistondan kelib shatda işte, ana o'zinglar ham, ofisiantlar ham daji Tojikistondan ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Aka, olib keling, chiqan ko'rsatingchi. Bizgami bu? Bu ham ana qurt bilan qara. Amexta salat, bitta yaqindan ko'rsatay. Amexta salat mana bu ishtahani ochadi, go'sht bilan bo'ladi bu. Bu Chakan salat bor. Chakan salat? Ovqat emasmi bu? Biz salat bilan to'yib qo'yamiz-ku. Amexta lekin zo'r ekan, gap yo'q. Shu bilan bu aloq. Отборный зелень. Tojikistonda Shahriston joyidagi отборный o'tlardan bo'lgan. Chuchvarami bu tepada? Chuchvara o'tdan, Tojikiston o'tlaridan qilingan ekan.
original quru top. Именно o'sha joydan chiqqan. Bu ham ovqat a? Ha, bu ham ovqat. Shakarob. Asli qurtoba mana bu ekan. Mana shu. Bu biz o'yla yerdikki qurtoba deb mana shuni. Shakarob ekan. Bu shirinlikmi ekan? Bo'ldi, qorin to'ydi, jahm chiqaryapsizlar, ey. Diyeta buzilar ekanda aka. Mana manzilni bitta ko'rsataman men sizlarga. Mana Yakkasaroy ro'yida Gruzinsk dvorik bir narsalar bor. Mana yerda mana Chakan restorani mana. Endi mazza qilib jonli ijro eshityapmiz tojik tilida. Ayrondan saboy ham qo'yib oldim, kechiring. Ayron sovuqdi. Ayrondan saboy sovuqdi. Shahroxon, nega jimsiz? Gapiring. Bilmasam, tarbiyali bo'lsam kerak-da. Bilasizmi? Men sizga anchadan beri bir gapni aytmoqchi bo'laman, lekin hech jur'at qila olmayman. Shu gaplarni bugun aytmoqchiman. Hurmatli obunachilar, men hozir bitta zo'r joyga keldim. Birgalikda ko'ravizami? Ketdi. Bulunganlar ko'payib ketishdi. Xullas, aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, men sizni Hurmatli obunachilar, bu yerda oilaviy o'tirishga shart-sharoitlar bomba, atmosfera va bomba bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Ketdi u dalshi. e'tibor bermang. Ovozi ham baland ekan. Mana shunday tarbiyaligingiz, qiz bo'lganligingiz uchun men bugun sizni qo'lingizni tantanali ravishda so'ramoqchiman. Men sizlarga hozir Mani kafening eng zo'r fishkasini ko'rsataman. Stolning ustiga primoy monitor tushib turadi. Hamma narsani ko'rsanglar bo'ladi. Endi esa obzorini sizlarga batafsil ko'rsataman. Hozir men sizlarga inayni ko'rsataman. Ikkita kalla, jonimga tegding. O'tma bu yoqqa, yevvel jonimga tegding. Senga o'xshagan mollarni deb 28 yildan beri ersiz o'tyapman. Yarim soatdan beri buni dog'dor qo'limga bitta o'zlikni iplab taqayotgani yo'q. Nima qilishyapsan? Video olayotgan. Video olmay hozir ham apparatni olib bitta joyga tiqib qo'yma. Qayta video ola olmaydigan bo'lsan, tushundingmi? Yo'qol. Jonimga tegib ketishding. Qarano dog'dor. Ya Xudoga shukr. Ya Xudo bir o'tsan saqladi. Anda ko'rda-ku. Do'stim, Ye, Bobur, qalaysan? seni ko'rmaganimga ham ancha bo'libdi. Bugun kechga vaqting bormi? Oh, Agar vaqting bo'lsa ko'rishar edik, do'stim. ha mayli, bo'pti, davay. Cho'rang nima boshqacha gapiradi? Bu ana telenovelaga chiqadi, seriallarga chiqadi, o'tirib qolgan, ishdan bo'lib qolgan, tushunyapsizmi? O'shanga chiqib keta olmaydi. Do'stim. Ha. Esingdami, bolalikdan birga katta bo'lgan edik. O'shanda sen menga aytar eding. Do'stim, agar ota-ona Maqsad-ku tezsiz gapir. bombani men qo'yay do'stim. Agar malol kelmasa, Qo'y. 4-bazaga kirgan To'g'ri gapir. Sabohatxon, ko'zingizni yuming-da. Param! Esingizdami? Sifat shirinliklarni yaxshi ko'rar edingiz. Men sizga o'sha shirinliklardan olib keldim. Bor yo'qol, детский понятка. Sabohatxon! Sochga tuxum sariq bo'lmaydi aka. Do'stim, avtomobilingda gaplashib olsak bo'ladimi? Ajo'ra shu yerda gapiraver. 1 daqiqa vaqtingni olardim. Yuring. Tinchlikmi, Bobur? Do'stim, onangni nomerini necha onam so'rayotgan edi. Ham bor-ku, shunga chaqirdingmi? Voqimangni qara. Zarba berding. Do'stingning yuragiga zarba berding. Bo'ldi, ana shtanddan chiq, qachongacha bunaqa yurasan? Mana jo'radi, qani oddiy. Jo'ra. Aya qara. Yangi shogirdcha kelgan. Faqat sal uyalchang. O'zing ishni o'rgatasan, o'g'irlikka birga kirasizlar. Qolgan uzoq ketadi. Kel. Qalaysan? Jiyan. Nima deyman aka, uyalyapman. Qo'lingni ko'tardi. Qo'lingizni ko'taring aka. Nima ko'taraman qo'lim? Nima ko'taradi bu? Qonun qo'ydi shunaqa, qo'lingizni ko'taring, pulingizni chiqazing deysan. Davay. Uyalaman aka, unday deb. Uyalma, oy. Qonun qo'ydi shunaqa, qo'lingizni ko'taring, pulni chiqaring.
tilanchiman-da. Men o'sha 5 ming berdi aka. Biz gado emasmiz, biz o'g'ri emas. Kassadagi pulni so'ra. Davay. Endi u kassadagi pulni bering aka, hammasi. tushundingmi? Men xo'jayinim bor, отчетim bor. Xo'jayini borda. Yoqasini ushlab bitta qo'rqit. Bo'g'ib tasha. Qattiqroq, qattiqroq. Noto'g'ri tushunmaysizmi? Tirjab qoldi. Uyalaman, bo'lmayapti. Menga qara. Unda tekinga narsa olib ketamiz deb. Davay. Tekinga narsa olib ketamiz aka, maylimi? Nima olmoqchisan? Sifat shirinligida olaylik, zo'rda, trendda. Davay, davay. Zo'rmi bu? Ha, zo'rda bu. Bunda ko'proq ol. Bo'ldi. Mayli. Bitta tur ketamiz. Aka, qabul bo'lmaysiz. Kechirasiz. Qo'ch bo'lsa keldi, qo'ch. Nega o'g'irlikka tushdilaring? Endi qamalasanlar. Nima deyay? Hech narsa dema, bo'ldi, o'sha qamalamiz. Akani oldiyami uyalyapman. Nima deb o'ylayapsan? Bilmadim, qilmishimdan. Unaqa tarbiya olmaganimdan. Uyatli bo'ldi ishimiz. Judayam. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya? Meni go'zal ayolim. Kimga like bosdingiz? Kim bu? Nima qildi? Janjal qilish shartmi? To'yib ketib qachongacha bunaqa qilasiz? Bachada vazin. Odam masakan sho'y. Chakki biti. Qara, xotinim bitta qizga like bosganimni ko'rib qoldi-da, shunga janjal qilyapti. Xafa qilib qo'ydim. Nima qilsam bo'ladi endi? Boburjon, men sizni tushundim. Agar xotiningizni xafa qilgan bo'lsangiz, unga oq gullar olib keling. U albatta sizni kechiradi. Yana yordamim kerakmi? Yo, rahmat. Bo'ldi, unga gul beraman. Zo'r variant. Meni zebo ayolim, meni go'zal ayolim. Bo'ldi, janjal qilmaydi, bo'ldi, to'yib ketdim. Odammas. Chakjigida be. Qara, yana zapal bo'ldimi? Eski gaplashib yurgan sinfdosh qizim xotinimning oldida telefon qilsa bo'ladimi? Jahli chiqib ketdi. Nima qilsam bo'ladi endi? Boburjon, juda yomon ish bo'libdi. Senga shuni maslahat bera olaman. Agar zapal bo'lgan bo'lsang, xotiningga sifat shirinliklaridan olib kel. Sifat trendda. Xotining seni albatta kechirib yuboradi. 100% javob bera olaman. Ha, sifat haqiqatan zo'r-ku. Meni shirin ayolim, meni sifatli ayolim. Bo'ldi. Unaqa qilma. Men atay bormadim-ku. Atay borgan jonimga ham tegdi. Chakjibiti, qara, yomon zapal bo'ldim. Kecha bolalar bilan klubga borgandik. Yonimizdagi qizlar istoriya qo'yibdi-da, hozir uyimda vayna bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi endi? Boburjon, sizga bitta gap aytsam, xafa bo'lib qolmaysizmi? O'zingiz girt-iskirt odam ekansiz. Xotiningizga ham shunday qilasizmi? Odam podam emas ekansiz. Iltimos, meni boshqa bezovta qilmang. Chakjibiti, men qachon odam bo'laman? Siz odam bo'lmaysiz, bu fikrini g'or to'g'rilaydi, ChatGPT emas. Kim meni tushunadi? Labingda bo'ling asaldey, tilingda so'zing g'azaldey. Ma'lum. Bumi? Ma'lum. O'tirganimga kichkina ko'rinamanmi o'tirganim? Qaysi? Ma'lum. Ana shakar berasiz ekan uydagilarim jo'natdi. Ma'lum 5000 bering akajon. Ma'lum ambulatoriyaga admin qilaman hozir. Qo'yog'i. Ali. Talant qara jo'ra. Nima talantda bu? Sen bloger bo'lishing kerak, shon jo'ra. Jon bloger bo'lsa, balki любой blogeringni urib ketaman. Biz Shurkovans jamoasi navbatdagi trendni boshladik. Salom. Qara jo'ra. Blogerlar syomka qilyapti. Bir gaplashib beraymi? Shurkovansmi? Gaplash. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akalar, bitta iltimos bor edi-da. Mana bu o'rtog'im turgan bitgan talantda. Shunga bitta tushib bersin sizlar bilan. Bo'ldi, kakra sifat pechenyasini reklamasini olyapti. Gapirib bering qani? Nima deyish kerak? Ta'mi zo'r sifat trendda. Ha, bo'ldi. Zo'r sifat trendda. Bu ko'rinishda, ha? Ha, обязательно. Yurtimiz trendimi nima? Ta'mi zo'r sifat trendda. Trend nimasiniki zo'r o'rniki? Men Aka, tushunmayapman. ta'mi zo'r sifat trendda. Baho
Ta'mi yo'q. Bitta qilib ko'rsam. Ve oxirgisi. Birinchi martada endi kamerada Ketdi. Idi. Sen tushunma boya blogerlarni urib tashlayman, qo'yib ketadi. Kamerada qaltirayapman, bo'lmasa kamerada. Hozir men bu yerda Mana qilib beraman. Bitta meni Ta'mi zo'r, sifat trendda. yo'q, ani mo'minni qildi, boya yaxshi chiqadi. Zakonni chiqyapti hozir. Bitta qilaylik. Bitta oxirgi. Bitta oxirgisi. Ketdi. Manchilik. Kelinglar, assalomu alaykum. Bo'lmaydi. Yuqorida. Bo'ldi, boryapman hozir. Shu jo'ramiz qaysi qizga elakishib qolganda? Nimadir qilish kerak lekin. Qo'shni. Tochni o'qitib olgan degan, tochni. Shu o'zgarib ketgan, ha? Yeb qo'ydimikan nimadir, ha? Harakatlarni qara, bunaqa emas. Kompot. Oldim, olib boryapman. Uyingizga boray. Xo'p. Kansa kuzataylik shuni. Qo'lidagini kimgadir olib boryapti. Ketdik. Davay. Alo, keldim. Oching eshikni. Qoyil. Shuncha halol topgan pulingni kim qayerdagi qizga olib bormasdan o'zing uyingga, ota-onangga olib borsang bo'lmasmidi? Odam emas ekan bu. Jo'ralarni ham unutdi. Kelinglar. Sizlar nima deb o'ylagandilaring? Men mana shu narsalarni qayerdagi qizga olib boryapti deb o'yladilaringmi? Shuncha payt telefonda gaplashgan bo'lsam, mana shu amakim bilan gaplashdim. Bular kasal edi. Men operatsiya qildirdim, yugurdim, yeldim. Mana Xudoga shukr sog'aydilar. Men bularga sifat trenddagi shirinliklarni olib keldim. Juda yaxshi ko'radilar. Amaki olib keldim. Kecha jo'ra noto'g'ri tushiribmiz. Ketlaring. San aytding-da shuni. Uzr jo'ra. Ketlar. Endi ko'zim ochildi men. Nima bo'ldi hozir? Bu yoqqa bering. Jonim, nima odamni ahmoq qilyapsiz? 700 to'rga keldim, yo'q-ku siz. 800 to'rmi? Tepada ekanda unda. Uzr amaki, uzr. Men siz ham chiqib kirdi oling. Hozir chiqyapman jonim. Sifat shirinliklar shehri. Hey, Dilrabam doktori. Turlarsa lekin do'stining do'stlari. Ukajon, ismingiz nima? Imroh. Emrah, sizda noyob talant bor ekan. Yuringda men bilan. Qayerga akajon? Yuring, hozir bilasiz. Qarang. Pitbull emasmisiz? Yo'q. Yuring. Xo'p bo'ladi. Akajon, men notani his qilmayman. Sizda tug'ma talant bor. Men shuni sezdim. Qarang-da. Bo'ri bo'lsang, bo'riday. Birodar, qayoqda yuribsiz? Do'stim, men noyob talant egasini topdim. Yo'q-ey. Ovozi takrorlanmas. Bir eshitaylik unda. Yo'q. Bu gavhar. Buni shunday shepga ko'rsatamiz, shep pul tiksa bo'ldi. Yulduz bo'ladi. Ha? Lekin men tonda turmayman. Sizda tug'ma talant bor. Men shuni sezdim. Qaranglarda lekin. Sochlari ham boshqacha, haqiqiy san'atkorni berib turibdi. O'tiring qani. Oho. Bu ani sifatli do'konimi? Ha, o'sha trenddagi sifatli do'koni. Biz bu yerdan o'sha viloyatlardan, shahardan zakaz olib tarqatamiz. Optim narxdami? Yo'q, zavod narxida. Zavod narxida? Ha? Qani shep? Shep, mana shu. Assalomu alaykum. Yo, assalomu alaykum. Shep, siz san'atni yaxshi ko'rardingiz-ku, bitta noyob talant olib keldim. Ismi Emrah. Emrah? Pul tiksangiz bo'ldi, yulduz bo'lib ketadi o'zi, ha? Jami chalaymiz. Qani eshitaylikchi. Faqat o'tirib aytsam maylimi? Turib turasizmi? O'tirib yaxshi chiqadi, siz qayerdan bilasiz? Diapazon chiqadi. Mayli. Faqat yig'lamanglar. Dardlimi? So'zga yomon kuch beradi, Shep. Ovozi go'shli. I E A O U U I. Tayyor. Hey! Dilrabam dumtaram. Turasene yunsunine sosalam. Hey! Dilrabam. Qolay. Tur. Tur yo'qot buni. Men sizga aytdim. Tonda turmayman dedim. Boya yaxshi aytayotding-ku. U tunnelda zo'r chiqadi-da aka. Biz shu uchun tunnelga kirib aytamiz. Uzr, Shep, yurda bu yoqqa. Tikasizlarmi? Yurda bu yoqqa. Menga qara, ukajon. Sen shu tunnelda yasha, bu yorug' olamga chiqma iltimos sendan.
Yo'lkiran kim beradi? Yo'lkirab pulkira yo'qsan, yo'qol. Rasseniz detinin dostları. Hey! Duxtaram, bastaram. Живой gul olaman desam qimmat ekan. Shunga искусственный gul olib keldim. Menga tegmoqchimidingiz? Xuddi shunday. Uchrashuvga chiqishimni aytishgan edi. Dadangiz nima ish qiladi? Hozir bir daqiqa qo'ng'iroq bo'layotgandi. Alo, ha, dugonajon? Yaxshimisan? Aha, biz sen bilan kechga ko'rishamiz albatta. Qarang, pastlik deb o'ylamang-ku, lekin taksining pulini o'rtada to'laymiz. Chunki to'y ikkalamizniki bo'lyapti. Mayli, mayli. Dadangiz nima ish qiladi? Qo'ng'iroq bo'lyapti. Bir daqiqa. Alo, ha, dugonajon? Suratlaring nima? Aha, senga yuboraman. Kechga. Qarang, men bitta somsa oldim. Siz napitka oling. Mayli. Dadangiz nima ish qiladi? Hozir bir daqiqa. Labbi dugonajon? Yo'q, nega unday deysan? Asli bezovta qilganing yo'q. Yo'q, hali hammasi joyida, yaxshi bo'ladi. Hey, otalar so'zida o'ynamaganmisiz? Yo'q. To'g'ri gapiring, Ana keldik. Bu meni uyim. Qarang, qiz bolani ko'nglini olish kerak ekan-ku. Shunga sizga sifat shirinliklardan oldim. Boz trendda o'zim yemasam ham sizga oldim. Bilsangiz bilarsiz. Ko'nglingizda oldimmi? Oldingiz. Dadangiz nima ish qiladi? Hozir qo'ng'iroq bo'ling. Qo'y-chi telefonni. Konkret gapir, dadang nima ish qiladi? Pensionerlar. Pensioner? Jinnigarang. Men senga shuncha so'radim, 100 marta so'radim, dadang nima ish qiladi deb. Bekor senga somsa beribman, bekor senga taksingni pul to'labman. Jinni. To'xting. Lekin ularning avtosalonlari bor. Gerek ham bor. Bor. Kechir, asalcha. Jahlim tez. O'zgaraman. Dadang uchun o'zgaraman. Rahmat. Wow. Uylanishga zo'r qiz ekan. Bobur, ahmoq, shunday qizni qo'lingdan chiqarding. Elektron sigaretmi bu? Pomada ekan. Ana senga imkoniyat, Bobur. Xushbichim qiz. Labingizni qizil qiladigan qolib ketibdi. Voy, rahmat. Rahmat, kattakon. O'lgarang. Ismini so'ramading-ku. Bor so'ra. Aka, pechenniz qancha ekan? Xushbichim qiz. Siz ham sifat pechenasidan yeysizmi? Men ham rosa yaxshi ko'raman, taqdirni qarang. O'zingni ko'rsatadigan payt keldi, Bobur. Aka, bu qizni pechenasining pulini ham men to'layman, xo'pmi? Voy, rahmat. Rahmat, kattakon. Sardor aka, men keldim. Jonim, bu yerdan beri qayerda yuribsan? Kutib qoldim-ku. Havla. Loh bo'ldim, loh. Tupoy Bobur. Voy. Bizni sevgimiz. Jassiga o'xshash yo'qdagi qizmi? Ana uylanishga zo'r variant, Bobur. Chiroyli qiz ekansiz. Mana shu shirinlik sizga. Voy, rahmat. Qarang, ismingiz nima? Hozir bir minut. Ha, jonim. Qattasiz? Tabii pechenni jonimlab o'ylanmang. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Bor joningni oldiga, joning chiqqan. Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zimni quvotdi. Adasi. O'ladi. Shunda bolaga 2 soat qarab tura olmaysizmi? Imtihonimga borib keling. Xotin, 2 soat san uchun nima bo'pti? 5 soat qarab turaman xohlasang, nima? Bolaga qarash shunchalik qiyinmi? Jasin toza. Bolam, nima qilding? Qomadimi ishqili boshqa? O, rahmat. Tabarruk sizniki, tabarruk. Qanaqa uxlatamanmi? Tavba qildim. Nima qilishim? O'tirib turaymi ekan? Mana, bo'ldi. Uxladi, Xudoga shukr. Qorning ochdimi deyman, bolam? Sen yig'lasang o'sha qiynalgan kunlarim esimga tushib ketyapti. Ayang ham kiymadi hali. Bana yeysanmi, bolam? Ayyo, sen yeyolmaysan-ku. O'zim yeyman. Men keldim. Qayerda yuribsan, Zulon? 2 soat bo'lyapti-ku. Uxladi, Xudoga shukr. Ya, o'zim uxlatardim-ku shu bolamni.
Nimalar ko'tarib kelding? Magazinimda juda oluvdim. Bolalarga ham taklif oldim, qolmagandi. Qanaqa taklif olding? Mono takliflari o'g'limizga lipochkalik, qizimizga trusikchaligidan. Agar siz mabodo olsangiz, mana shu premium klassdagi mono takliflardan oling. Sabab? Chunki shu taklifda bolamiz tinch uxlayapti, bezda bo'lmayapti kechasi. Bo'ldi, unda poni shundan olib kelaman, monodan. Qalay bugun o'zingiz qiynalmaydingizmi? Men nimaga qiynalaman? Men bolaga qarab qiynalamanmi? Tobag'im. Bir haftaga ketsang ham qiynalmayman. Bo'ldi, kakras ertaga ham qarab turasiz. Nimaga? Imtixonim bor. Bemalol boraver, faqat bolani olib ketasan. Bo'ldi, mana kelyapman o'sha. Ho'p aka. O? Telefonni o'g'irlayapsizmi? Tirikchilikda biz demak. Aka, iltimos qaytaring. Ichida telegramlarim bor-da. Yo'q, bitta o'ylab ko'rish, qaytarmaslikni maylimi? Javobini qanday aytasiz? Telefon nomeri ayting, men aytaveraman sizga. Aka. Shuni telefon nomeringizni ayting, mana o'g'riga telefonni o'g'irlayapti-da, qaytarmaslik javobini aytaveradi. Ha, mayli yozing. Ayting. 444 88 8. Bo'ldi. Mayli, aytaveraman. Endi birga yuramiz bilan. Mayli. Kodi nechi buni? 4-0 aka. Nechinchisiz aka? 94. Ochmaydimi eshikni? Uxlab qolganmancha. Telefon bo'lmadimi? Bo'lsa aytaman-ku. Lekin yosh ko'rinasiz ekan aka. Yo'q, rostmi? Telefon bo'lmadimi? Yo'q, bo'lgan yo'q. Nechinchi etaj? 4. Lift ishlamasini nima qilasizlar? Nima ko'ramiz endi. Aka, mana shu bitta mayizni 40 ga bo'lib yeymizmi? Aka, shunlarla ko'taqasizmi? Emas, bolam taqadi. Bu zo'r taglikda. Bu taglikni bolaga kiydirsangiz mazza qilib yotadi. Taglik borligini ham sezmaydi. Buni O'zbekiston bo'ylab hamma do'konlardan olsangiz bo'ladi. Uzun marketdan ham zakaz bersangiz bo'ladi. Malakoda ishlaysizmi? Yo'q, men ham bolamni kiydiramanda. Zo'r gapirdingiz-da. Telefon qilmadim aka. Qilsa aytaman. Aka, tushingizga kimni kirishini xohlardingiz? Bitta qizni. Ota-onangiz emasmi? Bo'ldi. Kim bu? Ha, o'sha, o'g'ri palat. Aka, o'ylab ko'rdingizmi? Kechasi bilan o'ylab ko'rdim, qaytarib bera olmas ekanman. Aka, endi unday qilmang. Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi, akajon? Agar xohlasangiz vaqt ham beraman o'ylashingizga. Bo'pti, bir oy vaqt bering, qani shu nomerda bo'lasizmi? Shu nomerda bo'laman aka. Davay aloqaga chiqaman agar ma'qul bo'lsa. Silchi. Aka, bir oydan keyin javobini aytar ekan. Shu telefonga qilar ekan, yashab tursam bo'ladi birga. Zumra pasta bormi aka? Men tishimni yuvib kelay. Kechqurun uxlamayman-da. Sevgi bu armon. Atrofi o'rmon. To'xta. Gulni kimga olib ketyapsan? Sizga oyi? Yo'q. Senga shirin farzand tug'ib bergan xotiningga ber. Rostdan. Rostdan? Xotinimga. Seriozmi shunaqami? Yo'q, Nay. Aya, nima qilyapsiz? Kelinlik supuradi. Nazokat to'rayarda ham supuryapti. Tegma. Kechasi bilan bola qarab chiqdi. Uxlasin, damini olsin. Uxlaversinmi? Ha, uxlasin. Seriozmi? Seriozna. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Gullari ko'pdir dunyoda, biri-biridan ziyoda. Ha bola, qayerga ketyapsan? Bitta beshik olib kelay. Bolani mustaqil to'lib qolyapti, shunga sumakka yotqizaman ona. Beshikni nima qilasan? Taglik kiydir. Mana, lalaka tayliklari. Paxtasi Amerikadan kelar ekan. Materiali yumshoqqina. Allergiya chaqirmaydi, namlikni o'zida saqlab qoladi. Kiydirsam bo'ladimi, aya? 2 martalab bolam. Rahmat aya. Bolalikdagi orzuyim lalaka edi, ayajon. Rahmat. Baxtimsan, baxtim. Aya, endi oshirib yubordi. Shu ovqatni keliningiz qilardi. Bolam, menga shunday chiroyli bir go'zal farishta olib kelgansan, ovqat ham qildirgim kelmaydi. Patoringni limonad. Tur o'rningdan, abedgacha sasib uxlaysanlar. Mana xotinchangni ham uyg'ot, ovqat qilsan. Basharang qursin senlarni.
Tushmakanda onasini ensin. Aytdim, hayotda unaqasi bo'lmaydi deb. Lala kuni kim tashlab ketdi boya seri sportivkada? Kim edi u, farishtami? Sizlar mafiyami? Nima xizmat akajonlar? Toshkentga dastavka bor. Bo'ldi, hech qilamiz. Dori-pora emasmish qilib. Pishak. Pishak? Buni ismi Barsik. Agar Toshkentga vaqtida olib bersang, $10,000 beraman. Bo'ldi, davay, olib boraman aka. Buni o'zi $50,000 turadi. Nimaga bu tilla tushadimi? Agar vaqtida olib bera olmasang, sen tilla tushasan. Aya qara, faqat buni oldinga o'tirg'izib ketasan. Oldimga sal g'alati emasmi? Yonimga o'tirsam mayli? No, yoningda. Ha, oldisidan kelgan. Bo'ldi. Qani tursak. Hozir mushkakanda tursak, ha? Barsik. Ha, barsik. Ke jonim. Toshga 3 kishi, toshga. Короче, arslonlarim. Brat Toshkentga ketyapti. Tipa klient bo'lib o'tirib olamizda, cho'lning o'rtasiga borgandan bratni bosib, sentrani olamiz. Yes. Maydalab sotamiz. Menga qarasang, senga boshimni qimirlasam hujumga o'tasan. Bosaman. Tushunarlimi? Bizning guruh. Mehri daryo o'g'rilar. Bizning shior. Layli, meni unutmayli. Ketdik. Qani ketdik. Bashiralaringga sizlar nima bo'lgan bashiralaringga? Biz kirish yopamiz quyoshga yaqin-ku. Qurilish. Qani yo'limiz bexatar bo'lsin. Barchikni sen qandaysan? Va kelajakda. Farzandingizmi bu? Jinimisan? Mushuk bu, pishak. Dastavka bir akaniki. Onna. Ayo bo'lmaydi bu. Shuni deyish kerak edi. Ketdik. Kim bu apa? To'xtamang. Ya, to'xta bilmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Voy uylayman, uyga yigitimni yuzqiykansiz. Astagfirullah. Nima deyapsan? Tinchlikmi, nima gap? Toshkentgacha. Ya singilcha uzr, joy yo'q. Mana joy bor-ku. Abi barchikni joyi ko'rmayapsanmi? $500 beraman, uylab ko'ring. Haydang. Oling. Mabodo o'lib tirilmaganmisiz? Nima deyapsan sen bu yerdan beri? Tavba qil. Yamonam o'lgan yigitimni ushqayapsiz-da. Evet, o'lgan o'lib ketdi. Nima deyapsan sen mana? Akam ham suxaring qaydan mazasi dahshat. Ya, mana jinnini qara, jinnini qara. Nimani yeyapsan sen? Suxaring mana, suxaring. Suxaring? Ha? Bu mushugimni ovqati-ku. Barsikda ovqati-ku. Mana uni ye, undan ko'ra mana uni ye. Nima qaysini? Mana to'g'ri asalini ye, tavba qildim. Ye. Mazam bo'lmayapti. Qusma moshinga. Jam telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum shef. Ketyapsizlarmi? Ha, juji sal cho'lga yaqinlashib qoldik shef. Aya qara. Barsikni to'sib qo'y. Nima barsikni to'say? Ha, to's. Nimaga o'zi chiqolmaydimi? Yo'q, gapni ko'paytirma. Bo'ldi, to'samizda, hozir to'saman. Bo'ldi, sal chetroq qo'yishib hozir to'saman. Barsik tushdi polvon. Bos. Barsik, chushqi bola. Nima bu tush qilmaydi, ha? Vlajeniy salfetka nimaga? Mushukni ko'tini artishga. Yo'q, shart emas. Shunisi qilmaydi bu. Mana. Ishni so'rasdi. Qulay. Ya? Nima bu qulayapti? Spirt ko'proqmi deyman, ha? Nima qilyapsizlar? Yo'q, bu shu narsa. Barsik chushqi bola. To'xta, meni ham mazamni qochirdim. Nima qilyapsizlar? Nima bo'lyapti? Shu qo'yaman, nima qilyapsizlar? Mana barsikni ham to'sib oldik. Aka, menga qarang, ismingiz nima edi o'zi? Nig'matilla? Mening o'lgan yigitimni oti Nig'matilla edi. Nig'matilla saniki. Bo'ldi, tavba qildim. Anaga nima bo'ldi? Nima qilinyapti? Yo'q, yaxshi-anchi. Sen salfetkaga nima surtding? Asal, oddiy asal bu. Aka, e'tibor qilmang, bularning shunaqa kasali bu. Ha, bo'ldi. Cho'lga yetib qolmadikmi? Cho'lga hali bor. Hozir 1 minut shep qilyapti. Ha, shepi. Barsikni to'sdingmi? Ha, barsikni to'sdim. Zo'rg'a bir aldab to'sdim, ha.
O'shunga nima yeydi? O'shunga nima deysizmi? Ha, Mana uni yemaydimi, mana uni? Tog'da asalini yemaydimi? barsik tuxum yeydi. Tuxum yeydimi? Da, Bo'ldi, yech qilamiz shefim. Xo'p. Barsuk tuxum yer ekan. Qanaqa tuxum yerkan? Qaynatilgan tuxumda. Nechta kerak deyapti? 2 ta. Bor-ku menda. Qaysi sanda tuxum bormi? Damashniy tuxum bor. Yo, damashni bo'lmaydi deyapti, anaqa. Qanaqa? Boshqachasi. Sandagi emas-da, короче. Здравствуйте. Oppo, ruschani bilmayman. Вот ваши яйца и хлеб. Demak, yaysa degan tuxum ekanda. Yaysa xleb deyishim kerak ekan. Assalomu alaykum. Здравствуйте. По-русски говоришь, Да. Что вам надо? yaysa. Ага, жареный или вареный? Xleb. Что? Вот tuxumcha bo'ladi-yu. Qo'qoroqub. Paq. Я вас что-то не понимаю. Tuxum der, tuxum. Вот белый строгий пaq. Он вот cho'ja. Paq. Дайте. Значит, яйца. Yaysa. Xleb. И хлеб. Xleb. Barsik sassiq tuxumchani yedi. Ha, shefim. barsik tuxum yedimi? Ha, yedi, tuxumchani mazza qilib yedi. Zerikmay ketyaptimi? Ayo, zerikmayapti. Endi barsikka ertaga aytib ber. Ertaga aytay? Ha, Allah aytib bir sut bermaymi? aytib ber dedim. Bo'ldi, aytamiz. Bo'pti, xo'p shefim. Barsik ertaga aytish kerak ekan. Kim yaxshi aytinglar? Aka, nima pishak bu o'zi buncha avalayapsiz? Sizlar bu pishakni bilmaysizlar. Bu pishak zotli pishak. $50,000 turadi mana shu barsik. Pishak $50,000 turadimi? Mana qimmat tur ekan-ku. Ha, sendan qimmat. Bu pishakni dastavka qilishim uchun menga $10,000 berishmoqchi. $10,000? Серьезно? Pishakka $10,000 dastavka. Ha, xohlasa men buni yeymiz, ammo xohlasa bir nima bilmayman, endi majburman. Xullas, qadim o'tgan zamonda juda olis tomonda barsik degan bir mazgini barsik qiladigan bir mazgi hojatxona qayerda shunday qistak ketdi. Kimdir aytib tursin? Ertakmi, rivoyatmi? Rivoyatmi, nimadir? G'azal bo'lsa ham. Aytaman. Barsik katta tezlik bilan O'zbekistonning janubiga qarab yo'l oldi. Zolishganmi? Zolishga kunlardan bir kun Bir suv yo'q qo'li chaygan-ye. Voyib ketamiz. Singilcha akalash qayerga qochyapti? Bilmayman, pishakchani olib qochib ketdi. Nima pishakni olib qochadi? O'rniga 3 ta jenter olmoqchi sotib. Yo'q. Ya qo'y barsikimni ber, barsikingizga. Vow! Binki bo'lmasa o'lib ketgan qizil kitob tushadi, o'lib ket. Nimaga qaramadingiz? Ya barsikim? Ya omonatimi? Barsik. Endi nima qilaman? Siz siqilishingiz o'lgan yigitimni ushlayapti. Zaybinaxon ekansan borka. Sani bir yigit o'lmasin ekan borka. Hammaga ayt yigit o'lganligini. Pest! Ana pishagimiz barsikmi? Ya, barsik emas bu. Yomon mushuk ekan. Kuz. Hey, mushuk. Bilasanmi nima keldi? Hayotga bo'lgan anaqa keldi. Yur. Bratanlar, sizlar zottor pishakka yaxshi tushunasizlar-ku. Sotamiz olmaysizlarmi? Olamiz aka, qancha deyapsiz? 50,000 deyapmiz, 35,000 ga beramiz. Beramiz aka, naqd. Aka, 25,000 naqd beramiz. Ikkita jentrani puli ber. Bering. Mana. Aka, izdivasiya qilmang, buningizni bitta jo'ziga tiqib qo'ying, xo'p? $25,000 deyapman. Zottor mushuk ko'rmayapsizmi? G'alati emasmi sizlar? Do'konimdagi hamma narsalar uncha chiqmaydi-ku aka. Olmaysizmi shunda? Yo'q. Aytdim men senlarga shu jentran tinchgina olish kerak edi. Mana ahvol. Men bilan maslahat qildingmi? Sen uxlab yotuvding, seni olib qochganimga shukr qil. Boy aka, bu pishak sizga yarashadi-da, turishini qarang. Nech pul bu mushuging? 50,000 aka, kami bor. So'mdanmi? Dollarda. Turi qalay bu yerdan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, mana barsik sizga topshirishimni aytganda mana topshirdim, assalomu. Bu rasmda semiz edi-ku bu? Semizida endi yo'l azobi ozib ketdi-da, odam ozib ketyapti-ku. Rangi ham seriyimidi?
Men sizga nima dedim? Yo'l azobi dedim. Stressga tushdi bu bechora. Oqarib ketdi, shunga sochladi. O'zi yaxshimish qilib. 1-2 kun boqing, o'lmasa agar yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti uka, mang. Vaqtida olib keldingiz. Xizmat haqingizni oling. Yo aka, pulingiz kerak emas. Oling yurakdan. Aka, shuni yuragingizga tiqib qo'ying. Qaytib mushuk dastavka qilganim bo'lsin. Hozir Pishakni so'rama bo'lmasang nima qilaman degandim. Agar vaqtda olib berolmasang, sen tilla tushadi. Yo, aka, menikida tilla chiqmaydi. Men harakat qilsam ham chiqmaydi. Endi u atroflikni bo'lsam chiqmasa agar. Pishak $50,000 turadi. Menga qara. Pishak inson qadridan shunchalik muhimmi, ha? $50,000 deb og'zingni ko'pirib gapirasan. Ayniqsa qanchadan qancha insonlar oshnaxonlikdan o'lyapti. Sen pishagingni narxini aytasan? Ha? Sadqai odam ketlaring. Sanlarga inson qadridan pishak qadri muhim bo'ldimi? Yo'q. Shuncha gap, ha? Shuncha gapirdim urding, ha? O'ldir. Shoshma. Mana o'sha sen insonlardan ustun qo'ygan pishak. Bir tiyinga qimmat. Ko'chada kuchiga olmayapti. Ishla. Bu pishak uchun akam o'zi yemagan tuxumlarni yedirdi. O'zi eshitmagan ertaklarni aytib berdi. Sen bo'lsa kelib xo'rlayapsan. Odamgarchilikmi shu? Aql chichma otalar so'zi. O'zing insofli bo'lib qoldingmi? Nima o'g'irlading pishakni? Kimdan so'rab o'g'irlading? Ha, qaysi vijdon bilan kelding oldimga? Nimaga kelding? Gapir. Bagajda krossovkasi qolib ketibdi. Vay bana vay bildin uçurum kaydettin. Va nihoyat erga tegdim mana. Yashay. Yura. To'yingga to'yona. Vaqtli bu. Ko'rdingizmi? Men kelin baraka keldi-da. To'g'ri. Shunaqa ekanda. Onasi qara. Ko'z yemasi 3 kundan beri go'shiga yotibmiz. Qarang-a. To'g'ri. Ayni biz keldik, orqamizdan baraka kirib keldi-da. Bo'lishi mumkin. Dada, yomg'ir yog'yapti. Barakani sezyapsizmi, his qilyapsizmi? Zo'r ekansan, zo'r. Dadjon, Oyjon, men ketdim onamnikiga. Bo'pti, onangga salom ayt. Ayshvarani qarang o'ynagan. Yep, qadariga chalpak svet o'chdi. Nima puli tugadimi svetni? Nima o'chadi? Nima o'chirishdi? Ana svet keldi. Ko'rdingizlarmi? Men gapirishim shart emas. O'zlaringiz uchun bilolinglar bo'ldi. Aka, texnika olmoqchi edik, yosh oilaydik. Ko'rdingiz? Men kelgandan keyin baraka yog'ilib keldi. Texnikalar olyapsiz. Nima vazina? Men tug'ilganimdan Lareto texnikalarini olaman degan niyatim bor edi. Laretoning kir mashinasini bilasanmi? Parnoy sistemada ishlaydi. Kiyimlardagi viruslarni o'ldirib, allergiya chaqirtirmaydi. Wi-Fi bilan ishlaydi. Telefoning bilan boshqarib o'tirsang bo'ladi. Xolodilnikning qara kattaligini bu no frost tizimida ishlaydi. Hamma joyini bir xil muzlatadi. Svet o'tsa ham 12 soat ichidagi narsani muzlatib turadi. Gazlarini qara, baquvvatgina zo'r ishlaydi. Mana bu vitishkasi borki, vang qilib asabingga tegmaydi. Inverter motori, tokni kam yeydi. Lareto texnikalari Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Servis xizmat ko'rsatishiga 3 yil beradi. Butun respublika bo'ylab. Motorlariga 10 yil garantiya beryapti. Barakasini bersin menga uy ishqab. Shaqqa ham qo'yshding ha barakani, ha? Shaqqa ham qo'yshding, ha? Barakanlikmi? Ayting. Yo'q. Ayting. Ha, bak shunaqasi. Tinchlikmi dadajon, nima bo'ldi? Ukangni sudidan kelyapman. 3 yil beradimi deb umid qilib o'tiruvdim. 10 yil berib yubordi. Ko'zmi dadajon barakani? Men kelgandan keyin 10 yil berib-da. Sen jinnimi? Sen jinnimi? Barakami? Sen jinnimi? Bu baraka emas, palakat-ku. Yo'q. Qayerga? Onangiz. Yağmur yağdı çek tayyor bo'lding kelinchak. Hozir mana. Pishdim ovqat hozir boraman mana. Hozir. 1 minut. Oshmi? Bitta tuvalet kirib chiqay hozir. Voy. Tuvalet suvi keldi. O'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota.
Bu kim mazgayor? Nachaliging ham keldimi? Bu o'g'lim dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Ha, onasini yemsan bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi dada. O'yin yosh kattami sanda o'g'ling? Mana majbur bo'ldim-da dada, nima qilay? Shu Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Yura Maksim Gorkiy-ku. Hop, shu gavariton. So'kinmay rus. Ya chera, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad, ovqat kattalab boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vlad otasida o'yin yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vlad, nima o'rayapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vlad rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalam. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Arroq ichib multik ko'ryaptim. Voy, Vlad. Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi Brent bozorga olib keldim. Mana sklat. Nima edi ismi? Vlad. Vladni o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgan olib keldim. Brent bozorda Ava, Damat, Polo, Derimot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panela, ponela. Dada deyapti, qara. Damatni kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yerda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dadasini bolasi. Dada. Derimot bilan Graderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yerda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat Brent bozorida ko'rasan. Bor yo'qol kiyinib chiq. Иди сюда отсюда. Иди сюда, deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Yo'q. Xotining keldi. Vlad o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. Tur yiqil ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Dochinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи. Hozir mana. Pishdim ovqat hozir boryapman mana. Hozir. 1 minut. Oshmi? Bitta tuvalet kirib chiqay hozir. Voy. Tuvalet suv